Misol uchun 40-45 million pulingiz bor. O'ylanmasdan turib bilaman, mol bozorga borib bitta yoki ikkitagina buqa olib kelasiz. Nimaga o'ylanmasdan deyapman? Chunki mol hozirgi kunda qishloq sharoitida yaxshi biznesga aylanib qolgan, lekin shu mol biznesidan kechib parranda biznesiga kirgan Muhammadjon akamiz yonlariga kelganmiz. Akalar, o'zlari aytishi bo'yicha bu parranda biznesini boshlashimdan oldin rasam ko'p o'ylandim. Kerak bo'lsa ko'pchilik qaytarishga harakat qildi deyapti. Hozirgi paytda natijalari qanaqa bo'lyapti? Daromadlari qanday bo'lyapti? Hamma narsani qanday tagiga qaraydigan bo'lsak, foyda birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun akalar, videomizni oxirigacha tomosha qilib tursalaring, hozir sizlar uchun parranda biznesini to'liq videosini sizlar uchun taqdim qilamiz. Akalar, videoga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun foydali videorolik bo'ladi. Kuzatuvchilar, bo'lmasam sizlarga eng qiziq joydan ulashni boshlaymiz. Operator kiring. Qani ketdik. Hoppa, kirib olingchi. Muhammadjon aka, assalomu alaykum. Hey, alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Rahmat. Siz yaxshimisiz? Zo'r aka, Xudoga shukr. Kuzatuvchilarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Video ketyapti hozir. Assalomu alaykum, barchaga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Muhammadjon aka, qalay bo'lyapti biznes? Bizneslarimiz xudo xolasa yaxshi. Yaxshi ketyapti. Biz bilan birgalikda kelganda gaplashdik. O'zingiz ham bugun xudo xolasa kuzatuvchilarimizga shu haqida foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Boshlayotganingizda qanday bo'ldi? Hamma narsasi qanday kirdingiz bu sohaga? Shular haqida bir kuzatuvchilarimizga ma'lumot o'rnida aytib o'tkazsak aka. Bo'ldi. Boshlashimiz shu YouTube'da ko'rib, to'g'ri umuman tushunmasdim, qiziqmasdim. YouTube'da ko'rib, boshqa qilib Sardor aka bilan gaplashib qoldik keyin. Videoda ko'rdimda, nomerlarga telefon qilib, aka shunaqangi boshlamoqchiman, nima maslahat berasiz desam, boshlang dedi, jo'ja qilib beramiz deyishdi. Qancha pul bilan boshladingiz, Muhammadjon aka? Qancha pul bilan? Nechta oldingiz? Jo'jalarni o'zinimi yo qurilishlar bilanmi? Jo'jani o'ziga tikilgan pul qancha bo'ldi? Jo'jani o'zini 37,5 millionga oldik, 1,5 mingta. 37,5 million pulingiz borligida hech mol olsammikin degan narsa xayolingizga keldimi, kelmadimi? Yo'q, mol boqish. Xayolga kelmadi. Yo'q, o'zim aytdimmi, to'g'ri boqishim xayolda yo'q edi. Keyin Alloh taolo qalbimizga solib qo'ydi, shuni boshladik mana. Qalay, natija qalay bo'lyapti aka? Natijalar zo'r, Xudoga shukr, yaxshi. Mana shu ko'rib turganlaringizdek, mana boshida endi bitta ikkita tajribasizlik qilib boshqa 50 ta yaqin, shu 2 oy 2,5 oy ichida 50 ta yaqin bo'ldi, lekin bu 50 ta surishtirsam zo'r degani ekanda, 50 ta bo'lmadi degani ekan natijasi. O'sha 1,5 mingta bilan boshladingiz, xudo xolasa. Bularni olganingizda necha kunlik edi? 1 oylik olib kelganmiz. 1 oylik olib kelingan. Juda ham zo'r. Nechta o'lim bo'ldi hozirgacha? 50 ta? 50 ta, 50 ta. U ham boshida aytdim-ku, aytganda o'zimiz vaqtida qaralmay qolibmiz, e'tibor olib qoldik. Tushunarli. Hop, Muhammadjon aka, Sardor akam o'zlari videoda aytishadi. Mendan jo'ja olishsa, o'zim yo'l yo'riqni ko'rsataman deyshadi. Bu qanday bo'lyapti yo'l yo'riqlari? Hozirgacha ham, albatta, telefon qilaman. Sal o'sha bitta boshida cho'qishib qoladi. Boshqa bo'ladi, bitta sal hali silaviroq bo'lib qolsa, sirasi telefon qanaqadir muammo bo'lib qolsa-da, endi tushunmaganingizda baribir so'rab o'rganyapsiz. Albatta. Telefon qilaman, aka shunaqangi qoladi deyman. Videosini tashlang deydi, yo bo'lmasam tushuntirib olsam o'zi telefonda o'zida bunaqa qiling deydi. Falon vitaminni bering, falondaqa qiling, keyin har oyda ratsionni o'zgartiring deb maslahatlar berishyapti. Lekin o'sha boshida gaplashganimizda ham shu va'da bilan berishgan jo'jani tuxumga kirgungacha nima maslahat kerak bo'lsa, qanaqangi ratsion beradi, qanaqa vaksina qilasiz, hamma yo'lni o'rgataman deyishgan, o'rgatishyapti mana xolasa. Juda ham zo'r. Muhammadjon aka, bu tovuqlarni boqyapsiz, nima maqsadda? Tuxum yo'nalishidami yoki bir оборот qilib aylantirish maqsadidan? Baribir hammani maqsadi daromad, yaxshigina pul topish bo'ladi. Sizda qanday bo'lyapti? Men o'zi shu tuxum yo'nalishiga boqayotgandim buni, keyin Sardor akam tuxum yo'nalishiga ham baqing, keyin nima ham qiling, jo'ja ham ochiring deyapti. Endi masalan, jo'jadan yaxshiroq daromad qilsangiz bo'ladi. Tuxumdan ham qilasiz, keyin jo'ja boshlasangiz, bu ham yaxshi deyishadi. Chunki o'zlari ham jo'ja boqib, jo'ja bilan shug'ullanishgani uchun menga ham shu maslahat berishyapti. O'zlari qo'llangancha maslahat berishyapti. Ha, maslahat berishyapti. Xolasa endi shogird bo'lib qoldik-da, endi shu soha bo'yicha. Albatta. Ustoz deb hamma yoqda bemalol so'rayapti, telefon qilib. Behijolat. Lekin xudo xolasa bu partiya jo'jamizni bunisi endi buni jo'jasidan tugashga tuxumga kirib qolyapti-da. Endi buni olgan odam o'zi tuxumini uyda yeyman deydigan yoki bir foydalanaman deydigan odam olsa bo'laveradi. Lekin bizniki o'sha asosan
jo'ja sezonga tayyorlamoqchimiz. Shuning uchun bu partiyani sotib turib, keyingi oyga bir 5 mingta olmoqchimiz yana, xudo xolasa. 1,5 mingtadan boshlab xudo xohlasa natija yaxshi, 5 Natija mingtaga harakat qilmoqchisiz. Ha, endi. xudo xolasa shu natijasi yaxshi bo'lganligi uchun 5 mingtaga harakat qilib boshlamoqchimiz yana. Endi joyda kengaytiribdi. Endi bu yerga hozir 1,5 mingta olganmiz. Bu ham ancha joyda kattalashgan sari joyda band qilib qo'yaverar ekan, sig'may qolaverar ekan. Tashqarida bunday chiqib ketib turganida havo almashtirgan joyi bor-ku. O'zini zagoni bor. Zagoni bor. Endi bu yerga baribir nari borsa 2,5 mingta sig'adi-da. 2,5 mingta. Yana 2,5 mingtaga boshqa joyda harakatni qilyapmiz, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, biz bitta narsani esdan chiqarib qo'yibmiz, kuzatuvchilar. Biz hozir uzoqqa ketganimiz yo'q. Voha yoki boshqa joyga emas. Biz o'zimiz Farg'onadamiz. Manzilni o'zingiz bir qator tushuntiring aka. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon iqtisodiy zonasida, Qo'qon aeroportining yonida. Yonimizda o'sha mashhur ko'payib ketdi hozir Xitoy zavodi yonida. 40 gektarlar. Muhammadjon aka, bu tovuq biznesini boshlashdan oldingiz joyingiz o'zi shunaqa tayyormidi yoki o'zingiz? Yo'q, buni tayyorladik. Buni o'zi bu yerda boshqa maqsadda, ishlab chiqarish, salaham paket seriosini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lib, Ishlab chiqarish. bu yerdan 6 sotik joy olib, atrofini o'rab, mana shu zalni qildik-da o'zi. Keyin Mana shu planlar o'zgarib ketib qoldi, keyin tovuqqa qiziqib qolib. tovuqqa qiziqildi. Albatta 7 xazinani biri deydi. Tovuq qiziqib buni keyin bitirdik bularni keyin. Juda ham zo'r. Mana bu havo aylanadigan joylarni ham haqiqatan zo'r qilgan ekansiz. Bundan tashqari sharoit qilib berib, mana bunaqa. Endi bizda tovuqxona turadi, qunoq deyiladi. Sizlarda ham shunaqa deyiladi. Qunoq deyiladi bizda ham. Qunoq deyiladi, sharoitlar zo'r. Hozir shunda bu tovuqlar nech oylik yoki nech kunlik bo'ldi? Bugungi kunda xudo xolasa shu bugungi kun bilan 102 kunlik bo'ldi. 102 kunlik. Yana xudo xohlasa 20-30 kun atrofida ratsion yaxshi bo'lib tursa tuxumga kirib qoladi. Tuxumlaydi xudo xolasa, ha. Tuxumlaydi. Bir oy sal oshiqroq vaqtda xudo xolasa tuxumga kiradi deb turibmiz. Chunki o'sha menga berganlar shu o'zini tovuqni shunaqa tuxumga kirgan ekan, 4,5 oy nari bersa deydi Sardor aka ham. Bizniki ham xudo xolasa shu aytgan ratsion bo'yicha ketyapti. O'zi aka, men to'g'risi kirib kelib qaraganimda bu tovuqlaringiz nima deydi? Tovuq husni kirib bo'lgan. Bo'lmasa kerak deb o'yladim. Uyimda tug'yab turgan tovuqlar ham bor, 30-40 ta. Tuxumlaydi ham bor. Gavdasi bir xil lekin. Gavdasi bir xil. Shu o'zimiz qiziqishga boqqanmizda 30-40 ta shundan qora tovuqdan olib kelganmizda boqqanmiz, lekin ulardan ko'ra gavdasi yaxshi. Gavdasi haqiqatan zo'r. Kuzatuvchilar, o'tgan safargi videolarimizni ham ko'rgansizlar. Bundan oldin ham ko'p videolar chiqarib borganmiz. Haqiqatan Sardor akamiz o'zlari ham yaxshi ma'lumotlar berishadi. Baribir videoda ko'rgandirsiz Sardor akamiz o'zini olishdan oldin. Yo'q, o'sha videolarni ko'rib, o'sha videodan nomerlarni ko'rib, telefon qilib boshida 2 soat gaplashganmiz. Birinchi o'sha nima qilay, olaymi, olmaymi, boshlaymi deb o'ylanib turgan paytimda 2 soat gaplashib, Roma akam erinmasdan maslahat berib, misol mendan jo'ja oling degan maqsadda emas shu. Umuman jo'ja olsangiz, misol daromadlari qanaqa bo'ladi, buncha oy, 1 oyda, 2 oyda tuxumga kirgandan keyin hamma yo'qda aytgan. Men boshida 50 ga ishonganman, lekin to'g'ri aytaman, 50 ga ishonganman, lekin jo'jani olgandan keyin ham yo'qib qoladi bu deb o'ylaganman-da. Endi ko'pchilik shunaqa, lekin unaqa bo'lmadi. O'sha hozirgacha ham telefonlashib kelib maslahat so'rab ish qilyapmiz. To'g'ri, bu parranda biznes haqiqatdan meni ham o'ylantiradigan biznes. Misol uchun siz o'rningizda 35 million yoki 40 million pulim bo'lganda, men yo bitta yoki ikkita bo'lsa ham buqib olib qo'ygan bo'lardim. Sizga gapsiz yo'q, tavakkal qilib parranda biznesini boshlabsiz. Xo'p, aka, bo'lmasam ratsion masalalari bo'yicha Sardor akamizni ham bir chaqiraylik-a? Ha, albatta. Birgalikda kuzatuvchilarimizga foydali ma'lumotlarni berib Sardor akamni o'zi baribir obunachilarga hamma yoqda bizdan ko'ra aytdim, o'zi bu sohada o'ziga ustoz bo'lib qolishdi. Sardor aka, kelavering. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sardor aka, assalomu alaykum. Sog'misiz aka? Sardor aka, siz shu mikrofonni taqib oling endi. Kuzatuvchilarimizga xudo xolasa foydali ma'lumotlar berib. Xudo xolasa. Xo'p, ratsion masalasi bo'yicha keldik. Bu tovuqlar haqiqatan aka, men ko'rganimda tuxumlashga kelgan tovuqlar deb o'yladim. Akam aytishyapti, ratsionga bog'liq deyishyapti. Shunga ratsion masalasi qanday? Xo'p, ratsionga baribir mana bu hammasi aylanib kelib ozuqaga bog'liq. Bu yerda endi 4 ta omil deydigan bo'lsak, 3 ta yoki 4 ta, bittasi ratsion, bittasi vaksina, bittasi to'g'ri parvarish, bittasi sharoit. Ha, mana shu 4 ta narsani chiroyli olib yurilsa, o'lim xudo xohlasa bo'lmaydi. Chunki o'lim nimadan bo'ladi? Deylik, baribir qarovsizlikdan-da. Misol yomon bo'lib ketadi, gazlanish darajasi yuqorilab ketadi.
Gazlanganda o'sha organizmga bu so'riladi gaz. Qonga so'riladi. O'sha zahot zaharlanadi, sekin shumshayadi, o'lim holati bo'ladi. Endi hamma narsada ham mana sen chorva deysan, chorvada ham baribir qarov kerak-da. Mana shu baravar misol go'ngda turgan mol o'zgarmaydi-yu. Oyoqdan ketib qoladi, Ha? kasallik bo'ladi. O'shaning uchun Muhammadjon yaxshi qaradi, Qanday zo'r qaradi. Chunki asli buni hech qanday parranda bo'yicha 5-martda borib olib keldik. 5-mart kuni. Birinchi partiyamiz shu. 102 kunlik bo'ldi-da hozir. Bugungi Buni ham kun videosini bilan chiqarganmiz. bugun. Birinchi Ha. vaksinalar bo'layotganini chiqardik. Mana shu birinchisi. Xo'p, bezovta qildi, so'radi, qiziqdi. Mana lekin bitta tajriba bo'ldi. O'zi uchun misol qiziq narsa uchun bir eshigini ochib kirib oldi-da endi. O'zlari birinchi aytishdi, mol olishda rejalashtirdingiz, biz yo'q deyishdi. Chorvaga ham baribir ko'pchilik qiziqadi. Ishlab chiqarishga qiziqdim deyishdi, keyin parrandaga burdim deyishyapti. Ha, aytdim shu. Endi yo'q, parranda ham hozir bunday qarasang ishlab chiqarishda baribir. Chunki qaraysan, xarajat qilasan, mahsulotni olasan. Biznesda bir turib ham albatta. Endi lekin xudo xolasa holatiga yaxshi, zo'r. Holati haqiqatan Xudo xolasa 102 kunlik holatiga zo'r. Ratsionlari necha xil bo'lyapti hozir bunda? Yo'q, bu yerda Bir xil 5 xil. makka bor, bug'doy bor, semichka shirot bor, soya shirot bor, kepak bor, anakalsiy bor, premix bor, tuz bor. Chayni soda yozmagandik-a? Yo'q, Yog' bor. Yog' bor. Yog'. 8 xil bo'lyaptimi? 8-9 xil mahsulot bor-da. 9 xil mahsulot bilan boqilayotgan tovuqlarda Ha. ham bor, to'g'rimi? Endi misol kimdir aytishi mumkin, "Voy, bu qimmat, shuncha narsa yo'q, qimmat tushmaydi bu." Masalan, kimdir tayyordan bu arzon tushadi bu. Sizga qanchadan tushyapti taxminan? Shu 5-6 mingda atrofida tushyapti. 5000, Ha. bu 5000 dan sal oshadi bu. Oshadi, ha. 6000 ga bormaydi, 5200, 5300 so'm atrofida tushadi bu. Shunaqa. O'zingiz hisoblab ko'rgansiz bu narsani? Albatta. Buni o'zimiz tayyorlasakda, endi misol uchun agar shu don sotadigan joylardan oladigan bo'lsangiz, 6000 7000 kamay shu ratsion tayyorlasa agar olsa, kamida 6,5-7 mingga boradi, ha, ko'chadan olsa. Shunaqa. Chunki hozir 12 xil, 13 xil mahsulot bor deyish, u ham 6000 da. Lekin bunaqa kuch bermaydi bu. Yo'q, yo'q, hali oddiy brullar yemni danam kuchli ratsion ekan dedimda, chunki undan oldingi o'zgartirdikda buni. Undan oldingi ratsionimizga brullar yem ham qo'shganmiz. Endi Ha, yo'q, bu shundan ratsion bildimki- etap o'zgarib keldi-da. Endi hozir buni yana bitta o'zgartiramiz hozir. Pog'ona Ha, hozir o'sha darajaga yetib kelyapti. Bitta o'zgartiramiz buni. Endi sal kaloriyani ko'taramiz yana ham. Chunki Tuxumga kirgandan keyin yana bitta ratsion qo'shiladi. tuxumdan keyingisi boshqa bu. Tuxumdan Ha, keyin tuxumdan keyingisi boshqaroq. Zo'r. Sardor aka, Tuxumdan keyingisini ratsioni nisbatan arzon tushadi. arzon tushadi. 4800, 4900 so'm, shunaqa 4700 so'm bilan 5000 orasida tushadi. Narxi balandroq bo'lgan, tuxumgacha bo'lgan ratsion Ha, balandroq. chunki buni hozir muhimi Tuxumga tayyorlab tezroq olish ekan, tuxumga ha. tayyorlab tuxumga olib kirib olish. Masalan, biz aytyapmiz 140 kunlikdan keyin tuxumga kiradi. Ko'pchilik uchun bu endi ishonmaydi-da. Ishonmaydi. To'g'ri kirmaydi. Qachonki uyga olib borib, tashab, oldiga bug'doyni tashlab qo'yilsa, u 6 oy emas, 7 oyda ham tuxumga kirmaydi. Tushunarli. Keyin yana bitta narsa meni qiziqtiryapti Sardor aka. Hop, Xo'p, bu tovuqlar baribir xudo xohlasa tuxum yo'nalishida yetilyapti. xudo xohlasa. Baribir xalqqa sotiladi. Sotilgandan keyin olgan odamlar kurki bo'ladimi bu tovuqlar? 30%. 30% kurki bo'ladi. Ichidan chiqadi. Endi bo'lish ehtimoli hali hammasi bor. kurki bo'ladi demaymiz, u yolg'on bo'lib qoladi. Lekin 30% chiqadi, mana shular ichidan 30% eng minimalnisi 20% kurki bo'ladi bular ichida. 20% bo'ladi. Bu tajriba bu. Omajon aka, qanday sharoitlar qilib berdingiz tovuqlarga? Sharoitlar bilan tanishtiring. Tovuqlarga endi Tovuqlarni ham ko'rdik. tashqaridan bir tovuqlar chiqib aylanib kelib turgan joylari ham bor, ko'rishlari ham mumkin. Hozir siz olib kelganingizda mana bu tomonni salafan bilan tushirib yopdingiz-da. Bu tomonlarni biz martda 5 olib kelgan bo'lsak, Unda to'g'ri salafan havo bilan sal urardik. sovuq edi. Sovuq pechkalar yoqqanmiz bu yerga. Kechki yoqilgan. Buni mana yerdan to'sgan edik birinchi. Bu sekin kengayib turib, o'zi ozgina joyga siqqanda olib kelganimizda. Mana yerda o'zi ham sig'may qolib, tashqariga ham chiqishga sharoit qilib qo'yganmiz hozir. Kelgandagidan bir donasini o'zi 3 barobarga teng kelsa kerak, 3 barobar yo 4 Ha, barobar. ancha. Shunaqa. Bu hali yana tuxumga Bu kirishiga hali bor. to'xtagani yo'q, hali To'xtagani yo'q. o'sishdan. Yana kattaradi. Ya bu kattaradi bu, hali to'xtagani yo'q. Lekin gavdasi hozir shu holatda aytdim-ku, uyimdagi tuxum to'lib turgan tovuqlardan ham katta gavdasi.
Ba'zilari bor anchalik endi baribir ketgan. yangi qon qo'shilganida bu. Hmm. Masalan, buni hozir toza qoni qolmagan bu zotlarda, Andijon qorani. Lekin yangi qon qo'shilyapti, shuni hisobiga yiriklashyapti, Vakalini yangilanyapti. mahsuldorlik oshib ko'tarilyapti. Ammo hozir mana chiroq boshqacha har xil to'g'rilar borda ichida. Lekin baribir Andijon qorasi baribir ko'p-ku. Qorada baribir chiqib qolar ekan shu evolyutsiya Yo hisobiga. endi evolyutsiya bor, to'g'ri. Chunki boshqa qon qo'shilyapti, shuni hisobiga xohlaysizmi yo'qmi boshqa rang aralashadi baribir. Chiqar ekan. Misol uchun deylik, ana shu oqlarni ko'ryapmiz. Mana qora bilan qilmash qanday bo'ladi? Bir xilmi? Bir xil bo'ladi. O'sha Toza u masalan kimdir hozir aytishi mumkin. Mana bu oq, Hop, mana shu oq. bu endi mana qoradaqa deylik uytxun bermaydi. Endi xo'p, mana bu sariq berishi mumkin. Lekin mana bunga ishonmayman deganlar uchun xohlasin kelishsin. Yaqinroq endi bizga yaqin joydagilar. Xohlasin imonni shunisidan 5 ta, shunisi qorasidan 5 ta boqib ko'rishsinda, tuxumga xudo xolasa mana yaqin qoldi bular. Bitta solishtirib ko'rishsin o'zlari uchun. Endi biz uni sotib olish uchun yolg'on aralashtirib, bunday narsa demaymiz. Bor narsani aytamiz. Ha, albatta. Ko'p videolarda aytiladi bu narsa. Vaksinalari qanday bo'ldi? Olgandan keyin Bu vaksinaga keladigan bo'lsak, mana shunda endi keldim, sizlar agar u gaplashmagan bo'lsalar. Yo'q, Muhammadjon lekin buni shu kungacha professionalni o'tdi. Har biri qilindi vaksinalar. Eng haligi nima deydi? Misol птица fabrika yo'nalishida o'tdi bu tovuqlar. Haqiqiy professionalni o'tdi ular. Necha marta qilinadi sizni qo'lingizdan chiqqandan keyin vaksina? O'zi asli bizni qo'limizdan chiqqandan keyin bir oyda deylik 7 ta vaksina olib chiqib ketdi. Sizni qo'lingizgacha bo'lganda 7 ta oladi. O'zi standarti bo'yicha kamida 14 ta oladi. 14. Kamida. Lekin to'g'ri bu 14 ta olgani yo'q. Lekin yo 8 ta oldi, yo 7 ta yo 8 ta oldi-da. Bo'lish kerak. Eng keraklilar deganingiz. Eng kerakli deganingiz. ana shularni hammasini oldi. Hammasi o'zingizni nazoratingiz ostida. Ha, birgalashib, xudo xolasa aytyapman, mana kimga bu hamma haligi nima deydi? Shunga ham telefon qilib ko'raman. Hammaga aytaman. Shunga ham telefon qilib unaqa deb maslahat so'rab, birgalashib katta qilamiz deyman. Videolarda aytardi, shuning uchun so'radim. Aka qanday bo'ldi? Maslahat so'rasangiz, Sardor akam ko'p videolarda aytardi dedim-da, haqiqatan aytib o'tardik bu narsani Sardor aka, o'zingiz ham bilasiz. Xudo xolasa endi haligi ma'lumotlar beriladi. baribir nima desa bo'ladi? Baribir boshqacha-da. Odamning qo'li gulda. Misol bu ham bitta Alloh taolo yaratgan jonzot, lekin parvarish bilan onasiz mana shu holatga keltirildi-da. Endi yana bitta narsa vaziyatdan foydalanib gapirib olay men ham endi. Albatta kuzatuvchilarimizga. Endi ko'pchilik aytadi, parrandada daromad deganda ko'pchilik endi o'zi kichkina narsa-da. Bundan chiqadigan daromad odamlarning ko'zi uchun o'ta kichkina bo'lib ko'rinadi. Haligi nima desam bo'ladi? Juda ko'pchilikda endi ko'pchilik telefon qiladi, muloqotda shu narsalar tushunib yetyapman-da. Endi misol mol deganda katta narsa, lekin daromadi ham katta deb o'ylanadi. O'ylayman men o'zim. Ha, lekin bitta narsada mana bu o'sha joyda o'zida xato ketyapti. Bu aytyapti, bu kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni deyapti bu. Lekin yo'q. Undaqda mana juda ko'pchilikka bitta videoyimizda ham esingda bo'lsa, haligi solishtirib bergan edik. Berganmiz. Mana tiniq misoli turibdi. O'sha 1,5 mingtani puliga bitta boqma zo'r buqa berar edi. 2 oyda endi misol hozir Muhammadjon buni sotib yuboradigan bo'lsa, hech bo'lmaganda 40 million bor hozir. Men endi minimallisini taxminisini aytyapman. Bo'lmadi deganda. Shunaqa. Endi misol mana 2 oyda deylik 35 millionga mol olding. O'sha yo'q-ku, qolmaydi-ku. Oyiga bitta buqadan, rasxodlardan tashqari hisoblasak 800 ming yoki 1 million atrofida qoladi-da. 2 oyga taxminan 30 million xarajat qildingiz. Shunaqa, ha. To'g'rimi? Taxminan 30 million atrofida bo'ldi. Ha. O'shanda bitta son boshiga hisoblaganda u 40 ming bilan 45 ming orasida turibdi mana. Boring 45 ming deylik. Keldi holat, shunga holat. Lekin o'zicha oson emas. Lekin bundaqda haligi pul ishlayman, daromad qilaman degan odam uchun asli imkoniyat ko'p. Qilaman degan uchun. Faqat qilishda qolyapti xolos.
Yo bizni yaqin o'rtada ham yo'q ekan bu. Men naq ko'rdim. Kam ekan ha bu qora ayniqsa o'sha Andijon qora boqay deganlar sanoqli ekanda endi. Ular bilan gaplashib ko'rdim, lekin hali Xudo asosan xolasa- shu hali Oqto'g'lar boqay deganlar ko'p ekan katta firmalar u. Endi hammani o'zini yo'nalishi bor. Yo'nalish ekan. Aytmoqchiman aka, Misol buni mana siz ham o'zingiz uchun bitta yo'nalish, inkubator yo'nalishi ham bitta boqsa bo'ladi. o'zingiz uchun yo'nalish qilyapsiz-da hozir. Mana Xudo xolasa mana parranda biznesini eshigini ochib kirib oldingiz, Xudo xolasa. Endi nasib bo'lsa, aytdim aka. faqat kengaytirasiz-da. Buni shu kundan sotib olsak 16-chi ertaga Xudo xolasa 16 bo'lsa, ertaga oxirgi vaksinani qilgizamiz. Tuxumlatadigan vaksinani qilgizib turib sotuvga qo'yamiz buni. Sabab boshqatdan noldan yana bir partiya olmoqchiman Sardor akamda. 5000 ta qilib berasiz deb turibman Xudo xolasa. Chunki buni hisob kitobimiz bo'yicha Xudo xolasa daromadni ko'rdik, ha, o'zini oqlayapti Xudo xolasa. Endi sezoniga ko'proq tuxumga kirgizishda tuxum to'g'di Xudo xolasa. Keyin o'zimiz ham Xudo xolasa o'sha keyingi partiyamiz tuxumga kirishiga inkubatsiyani ham yo'lga qo'yish Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa. Sardor aka, Xudo xolasa taksirab. Albatta, ya. 5000 tadan Xudo xolasa. chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Sonini aytmaylik, bor. Xudo xolasa, bor. Baraka. Yo'q, Xudo Barakasi xolasa. tugamaydi. Faqat bizniki xalq uchun. Misol hozir qilayotgan ishimiz daromadni endi yo'q, u daromadsiz desam noto'g'ri bo'ladi, lekin faqat pulini o'ylaganimiz yo'q. Misol olib turib mana Muhammadjondaqa mana yangi boshlayotgan tadbirkorlar olib turib, shuni haligi nobud qilmasdan, to'kmasdan katta qilib olgani o'zi misol nima uchun mana yaxshiki, yana eshigim taqillatyapti. Agar olib baraka topmaganda faqat kommentariyaga kirib yozar edi yo telefon qilib aka aldagan ekansiz. Boshda aytganman o'zi aka, to'g'risini aytang, mendan ancha diqqat qilganman. Yo mana o'sha gaplar bo'yicha bo'lyapti, Xudo xolasa. Zo'r. Bo'lmasam bitta tashqarini ham bitta ko'rsataylik. Mayli, Qanday sharoit qilyapsingiz, yuring o'zingiz bir boshlangchi. Ya sharoitlar zo'r, Xudo xolasa progrulka qiladigan joylari. Shu haligi o'zimizga qaragandan ortiq qarayapmiz. Endi parvarishda baribir. Parvarish, to'g'ri qarov va mana uni ana turib ketib qoldi yotishini. Yonboshlab deganlari bor aslida. Endi shu ishni qilaman deb Sanjar boshlamoqchi bo'lganlar uchun ham bitta ko'rsatding-da operator. Polnimda maydonda bitta bu ham haligida nima deydi, chizma. Mana shunaqa holatda tashqariga quyoshda bu yurmaydi. Masalan, erta endi havo harorati isiydi. Bularda ham hali kallasi bo'lmagani bilan lekin sekin salqin joyga topib kirib ketadi. Kirib ketadi. Tepalariga bitta salqinlanib qo'ygan ekansiz. Ha, Xudo xolasa endi qo'shmoqchimiz yoniga. Faqat buni qo'shmay turganimizki, buni aytdim-ku, buni partiyani sotib yubormoqchimiz. Buni sababi keyingi partiya olmoqchimiz, yana bir partiya olib ko'proq olmoqchimiz. 5000 ta olib turib, Xudo xolasa o'shani tuxumga kirgizmoqchimiz. Lekin unisini Muhammadjon bemalol kunduzi tashqariga chiqarib yursa ham bo'laveradi. Yaxshi katta bo'ladi. Yangi partiya. Ha. Sizga yana bitta haligi nima deydi? Tavsiya. Masalan, keyingisini oladigan bo'lsangiz, ana shu riyatlar bor-ku. Ha. Teshib turib, qanaqadir bir beda bor-a? Bedadan olib kelib mana shu qator mana shu joyga ilib qo'yishingiz kerak. O'zi misol mana bedani bog'idan qilib turib, mana bunday holatda deylik, mana shu holatda ilib qo'yish kerak bedani. Keyingi mana bu beda keyingi bo'ladi. partiya? Ha, keyingisiga. Lekin bunga bersa ham bo'ladi. Beda zo'r narsa. Proteini nihoyatda yuqori turadi. Mana shu holatda ilib qo'yish kerak. Bu borgan sari pasaytirib qo'yaverasiz. Sakrab bedani yana bitta zo'r tomoni, masalan, karmoshkalar nima uchun mana osuli turadi? Hop, mana bu holatda. Shuni ham asli bitta foydasi bor bu osil o'tirishini. Ha? Qanaqa? Masalan, mana shu holatda hozir mana ossa bo'ladi, yerdan bir qarish tepada. Mana bu tovuqlar bemalol shuni sizniki hozir past ichkaridagilar. Ichkarida yana ko'tarish kerak. Ko'taramiz. Mana shu holatga olib kelish kerak. Stress degan narsaga mana shu narsa ham qisman yordam bor stressga tushmasligiga. Masalan, bu o'ynab turadigan narsa-da. Ham egilmaslik kerak ekan, ha? To'g'ri egilmaslik kerak ekan. Yo'q. Shuni ilib qo'yish kerak mana shu holatda. Bu tashqariga hali chiqqanda yeb turgani, ichkaridagilarni osib qo'yganmiz,
Hozir to'g'rilar katta bo'lgan sari u pasayib boryapti. Endi uni ko'taramiz xudo xolasa ham. Bu bedaga qaytadigan bo'lsak, Yana bitta zo'ri, hozir Sanjar esimda bor deb aytib olay. Yana bitta zo'ri. Mana bu yerda tabiiy o'zi tosh bor. Tosh kerak-da. Mana shu toshni o'ziga yuta oladiganini topib yutib oladi. Tosh Mana yutish shu kerak. Tosh yutish kerak. Tosh kerak. Toshni hazm qiladi buni organizm. Parrandani. Zo'r sharoit. Demoqchi bo'lganim, o'tgan yil videolarimizni ham bitta partiyani katta tovuq qilib yetiltirgansiz. Ha. Mana shu yerda beda osib qo'yardingiz. Ha. O'sha narsalar ham Beda bor edi. O'zingizdan sinalgan narsa. Beda zo'r narsa. Endi kimdadir beda bo'lmasligi mumkin. Endi tavsiyada oddiy hozir mana bahor paytida kimdirda tovug'i hali rosa haligi nima deydi, avjiga chiqmagan mahali bo'lishi mumkin. Tuxumga kirishda yoki bo'lmasa tuxumga kirish jarayoni bo'lishi mumkin. Hozir yangi mana hali yoz kelmadi-da, o'tlar rosa haligi o'zi tabiiy holatda chiqqan ko'k o'tlar hali tanasi qotmadi. O'shani olib turib drabilka bo'lsa yaxshi. Drabilka bo'lmasa bir yo'lini qilib turib, maydalab turib, suv chiqish kerak. Shuni oddiy kepagi bilan aralashtirib berishsa ham, mana ham yaxshi narsa, natijasini ko'rganman men. Tuxumga ham kirish jarayonidagi tovuqlar tezroq tuxumga olib kiradi. Tuxumi oz deb o'ylab yurganlar uchun tovuqning tuxumini sezilarli ko'taradi. Men kuniga tug'ar ekan bu xudo xolasa desam, ya tovuq deydi bir xillarda endi. Tovuq kuniga tug'maydi, cherezdan tug'adi. Bugun tug'sa ertaga tug'maydi, ertadan tug'adi deb shunaqa deydi-da. Endi biz ko'rganimiz yo'q, endi sizdan so'raylik ekan. Endi yo'q. Ularda ham qisman gapida jon bor. Endi haligi nima deydi, noto'g'ri demaylik. Balki u ham ko'rgandir tajribasida, lekin baribir oziq-ovqatga bog'liq. Yaxshi oziqa bo'lsa, to'g'ri. Ratsion zo'r bo'lsa, ketinma-ketin tug'ib, bir kun, 2 kun dam olishi mumkin. Lekin bir kun tug'ib, bir kun tug'maydi deyish sal haqiqatdan uzoqroq. Yo'q, u ham haqiqat endi qaraganiga, o'zim qaraganiga. Lekin mana bu holatda maqsadni bu yerda maqsadni faqat tuxum olishga qaratgan odam. Mana bu ratsion deymizmi, oziqani juda ham chiroyli qilib qaragan odam uchun bu bir kun tug'ib, bir kun dam oldi degan gap sal begonaroq bo'ladi. Tushunarli. Hammasi shunda. Juda ham zo'r. Kuzatuvchilar, hali bizda foydali ma'lumotlar juda ham ko'p. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xuddi mana shunday foydali videolarni ko'proq chiqarib boramiz Sardor. Xo'p, bo'lmasam xayrlashamiz kuzatuvchilarimiz bilan. Agar kimgadir mana shunday jo'jalar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki Muhammadjon akamizga o'xshab ikkilanib turgan bo'lsangiz, bemalol qo'rqmasdan boshlasangiz bo'laveradi. Ikkilanib turganlar uchun mana Muhammadjon nomerini telefon qilsa beraman, gaplashib olishaveradi. Ha, nomerlarni qo'yib qo'ysalar. Ha. Albatta. Bemalol mana tavsiyalarni hozir Muhammadjon ham bitta yangi boshlovchi bitta pog'onada o'tdi-da, hozir qanaqadir o'zi uchun bitta ko'rsatmasi bor, yo'nalishi bor. Yo, boshlayman deydigan odam endi bu 1,5 mingta bilan boshlayman deyish shart emas. Hali 200 ta bilan boshlasa bo'lar ekan. Chunki baribir 200 ta makiyani olib turib ham, misol kuniga 200 tadan tuxumni daromadini ko'rsa ham bo'laveradi demoqchi. 150 tadan olishsin kuniga. 200 ta to'g'an 150 tuxum bo'lsa ham zo'r. Bozor narxi 2000 bo'lsa 300 ming bo'ladi-da. Bozor narxi shunaqa ekan. Bitta qora qozon juda chiroyli, go'zal qaynaydi. Bitta boshqa rasxod, mayda-chuyda qoplayveradi. Aytmoqchimizki, Rossiyaga borib topib kelgan pulni chiqarsa bo'ladi chetdan demoqchi. Asli. Men o'zingiz ko'rdingiz-ku. Xudo xolasa, Endi buni tuxumga kirgizmoqchi-da, endi buni aytdi-ku. Ko'proq, reja ko'proq olmoqchi. Yo'nalish o'zgarganligi uchun sizda endi boshqacharoq. Xudo xolasa. Buni ko'rdik, mana tajribadan o'tdi. Qo'limizdan kelgancha harakat qilib, maslahatlarni olib akamizni katta qildik. Mana natija yaxshi bo'ldi. O'shaning uchun endi ko'paytirmoqchimiz shuni. 1,5 mingta emas, 5 mingta qilmoqchimiz. Shuning uchun buni sotib olmoqchimiz, xudo xolasa. Faqat ertaga vaksina qilgandan keyin. Misol uchun bu videoni qo'yganingizdan keyin misol uchun qayerda manzilda aytib o'tdik, manzilda ham nomerlar qo'yib qo'ysak, telefon qilaverasizlar bemalol. Misol kimga nechta kerak bo'lsa, faqat misol uzoqroqda bo'lsalar, ko'proq olsalar, dastlabkasida ham kelishilgan holatda qilib berilaveradi, xudo xolasa. Zo'r. Demoqchi bo'lganim, kuzatuvchilar, agar ikkilanayotgan bo'lsalaring, qo'rqmasdan boshlashlaring mumkin, chunki aytib o'tishyapti. Jo'ja 100 tami, 1000 tami olyapsiz. Sardor akamiz o'zlari qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishyapti.
mana Sardor akamizning ma'lumotlari bilan xudo xohlasa birgalashib sababchi katta qilamiz, bo'lishyapti. xudo xohlasa. Mana shunday holatga kelyapti. Bemalol qo'rqmasdan ekrandagi nomerlarga telefon qilib, ikkilanmasdan olishlari mumkin. Sizlarga rahmat akalar. Mayli. Yaxshi kunda ko'rishaylik, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Videoga bo'lsa like bosishni unutmang.